Assalomu alaykum. Hozirgi tajribada biz barg xloroplastini kuzatamiz. Bizga kerak bo'ladi skalpel, perpraval nina, pipetka, buyum va qoplagich oyna. Dastavval keltirilgan barg namunalaridan skalpel yordamida kichik namuna qirqib olamiz. So'ngra buyum oynasiga bir tomchi suv tomizib, pipetka yordamida tayyorlab olgan barg namunamizni joylaymiz. Ustidan qoplagich oynani qoplab, suvlarni bir maromda tekislab olamiz va mikroskopga joylashtiramiz. Mikroskop ostida barg xloroplastlarini kuzatamiz.